Assalomu alaykum. Hurmatli mekendoshlar, dehqonlar, bog'bonlar. Mana Murzo degan og'iz bera qarab qo'ying. Mana jangi metod nima qilib tur. Reka qog'ib, zin tortgandan ko'ra bunday makani egib, makaga keyin o'sgandan keyin pomidorni baylab qo'ysa bo'lar ekan. Mana buni duo va nom deydi. Maka ham pishaveradi, pomidor ham pishaveradi. Ödegi qarog'amiz öğretken mana. Canlı metod. Men bilmem, может быть, boshqa birovlarda shunday qilgandir, biroq men birinchi yo'l ko'rib o'taman shunday qilishini. Mana kun tiysin deb makam barglarini ham tushirib tashlabdir. Mana kun tiyib turadigan, pomidor o'sadi, maka o'sadi, dumbil bo'lib o'tadi. Mana Murzo aka, qana bir kommentariy berib qo'ying o'zingizning dehqonchiligingizga. Qanday bu, kim bu sebep bo'ldi bunday qilganga? Qanday bu o'yga jetdingiz? Yozda shu yekkanda mishtat etib qo'ydim shu makaga baylanib. Mana so'ka qilish uchun ko'p to'xta kerak. Tushirish kerak. Ammo mana qildimda bu yengil bo'ldi. Makaga bayladik, ustida maka tagida pomidor olib o'tamiz. Endi xudo xolasa kuzga bularni bunday qilib turib baylab qirqib mayli teplitsa qilamiz. Plenka jasqizamiz. Erten kokusundan qattiq shamol bo'lib ketsa, jig'ilib qo'yadi. Qarmaydi. Boshda hozirdan shunday qilib qo'yish kerak, birini biriga baylab. Qilish kerak edi unga. Shamol-pamalda bir-birini so'yib taqab turadi. Mana бар joy аккуратно, культурно, современно, экономично. Бұл жағда да уже мына дайырда o'tadigan barglarini julib, sindirib, buna pomidorlar matib yerga жатib qo'ygan. Ema o'sha pomidorlarda xudo xolsa tiklab ko'taram deydi. Ko'rib yurgan o'g'illar, tug'anlar.